Assalomu alaykum. Mani guvohi bo'lib turibsiz. Samarqand viloyati Oqdaryo tumani Sug'onchi jome masjidimizda 2 yil mobaynida shu xalq hashari yo'li bilan Allohning uyi masjidimiz shunday qadroslab turibdi. Mani ko'rganingizdek 80-90% ishimiz tugallanish arafasidamiz. Endi inshaalloh bu yerda gilam qismimizga qolgan, agar Allohga yaqin homiylarimiz bo'ladigan bo'lsa, gilamlarni ham bir keltirib qo'sha olsak, namozlarimizni ado qilishlik niyatimiz bor. Masjidimiz bu birinchi qismi hisoblanadi. Ikki ko'tarilishligimiz mobaynida zinada ikkinchi qismi ham bor. Ikkinchi qismimizda juda bir zamonaviy usta bunyod bo'lgan masjidimiz, juda loyihachilar juda puxta ishlagan. Mana bu inshaalloh ikkinchi qavat. Bu yerda ham butun namozxonlarga yaxshilik bo'lishi uchun, qulaylik bo'lishi uchun chiroyli suratda barpo qilingan. Bu yerda odamlar qoq bu yerda o'tirib, qoq bu yerda o'tiribmi, o'sha pastdagi imomni ko'rib turishlik nuqtai nazardan shunday proyektda asosida qilingan. Tepalarimizni ham yaxlit namozxonlarimiz uchun bir qulaylik ravishda bo'lgan. Chunki agar homiylarimiz Allohga yaqin insonlar bo'ladigan bo'lsa, shu gilamlarni bergan qo'shib olsak, alhamdulillah maqsadga muvofiq bo'ladi.